Ana zo'r bo'ldi. Somsa keldi, somsa. Somsa keldi-ku, somsa. Mana somsa. 1 kilo olikmi bu uka? Ha, bu kilo. Akalar xush kelibsizlar bizning restoranimizga. Bizda hozir ajoyib aksiya ketmoqda. Ushbu ko'rib turgan 1 kilolik somsani 8 daqiqada yeb bersalaringiz, sizlarga 500 ming so'm mukofot ajratiladi. Omadlarini ko'rmaysizlarmi? Oho, zo'r-ku. Farhod ukam, xo'roya gitsan, bir omadingni sinab ko'rmaysanmi? Farhod, agar shu somsani yesang 300 ming so'm. Oho, 300 ming bo'lsa 300 mingda chaqirishlar. Mana bizdan ham 300 ming so'm. 600 ming bo'ldi. 500 ming bilan 1 million 100 ming so'm bo'ldi. Farhod, omading ko'rasanmi bir? Sizlar bu pullarni miskinlarga beringlar. Bu somsa yeganimni mana bu internet tarmog'iga qo'yadi. Bu somsani yeyish uchun kimdadir sharoit bor, kimdadir esa oylab sharoit bo'lmaydi. Men nafsim uchun sog'lig'imdan kechadigan yigitmasman. Bu somsa uchchalamizni ham to'ydiradi. 1 kilolik somsa yeysiz bir qoringa. Miskinlar bor, non ko'shaydi och qoringa. Shisha to'la sharoblardan mast bo'lasiz. Qo'shningizdan qachon bir bor hol so'rasiz. Bu qanday nafsga girdob zamon bo'ldi. Farzandlarga ilm olmoq gumon bo'ldi.